Ramazan mektupları 15. kısım. Her sabahның bir akşamı bardır. Fesubhanallahi hayne tumsune ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyyen ve hayne tuzhirun yuhricul hayye minel meyti ve yuhricul meyte minel hayyi ve yuhil arada ba'de mevtiha ve kezalike tuhrecun. Әтигіні ақшымы Аллахқа тәсбih eytanlar. Asmanlarda, zımında әтиген akşam onunğa hamdü sanalar yükselmekte. O ölükten terikni, terikten ölükni çıkarıdı. Şundaqla ölük zımını güllendiridi. Şuningdek sizlermi ölgenden keyin Allah aldığa çıkarılısılar. Rum suresi 17-den 19-gacha. Təsbih demək Allah'ın yaratış gayesi boyunca yaşaşı demektir. İnsandan tashqari mavjudiyatning hammasi yaratilish gayesi ostida jarayon qilmoqda. Har insonning bir atigan bir oqshom vaqti bordir. Barliq jonliqlar buningda mushtarakdir. İnson men bugun insoniyatga nima qildim deb so'rash kerak. İnsanlar yoki haqqa xizmat qilib, hur, erkin, ozod yashaydi. Xiyoli botilga xizmat qilib, shaytonlarga qul bo'lib yashaydi. Allahqa qul bo'lgan hech narsaga qul bo'lmaydi. Allahqa qul bo'lmagan hamma narsaning quli bo'ladi. Siz rahmoniymi yoki shaytoniymi? Har etgan o'rningizdan turganingizda o'zingizga bir savol so'rang. Bu savol sizning ichki dunyoingizni yoritadigan bir derazadir. Ichki yo'riq bo'lmaganning atrofida gulxon yoqsangmi yana qorong'udir. Insonda ikki xil kuch tangpollikqa bordir. Malakiy kuch-quvvat, ikkinchi hayvoniy kuch-quvvat. Biz qaysi tarafning darxini sug'organimizda shu tarafimiz bosh bo'lib o'ttirg'i chiqadi. Uning uchun ichimizni yo'rtishga tirishayli. Ijaraga bergan aqlimizni o'z qo'limizga olayli. Boshqalarning aqli bilan emas, o'z aqlimiz bilan harakat qilayli. Biz Alloh oldida irodamiz va aqlimizdan hisob beramiz. Musulmonlarda o'z aqli emas, avom xalqining aql kodlari bilan harakat qilayotgan bir hol bor. Masalan, mazhabning, jamoatning, tashkilotning, imom shayxlarning yoki yurtlarning degandek va yoki quloqdan quloqqa anglangan fikrlar biz ko'pincha hollarda ko'plarimiz aql emas bir murda ko'tarib yurmoqdamiz. Musulmon izlangan, o'qigan, o'zgargan, o'zgartgandir. Faman aslama fa ulaika taharru rashadan. Kimki islomga kirsa, ana shular haqiqat yo'lini doim izlangan insonlardir. Jin surasi 14-oyat. Aqlga, irodaga, vijdonga xiyonat va ihonat qilamiz. Uningdan keyin Alloh bizga nima qildi deymiz. Alloh bizning qilmishlarimizga javob qaytaradi. O'zgarmagan inson mu'min emasdir. İnson o'zini o'zi o'zgartmaguncha Alloh uning qismatlarini o'zgartmaydi. Ra'id 11-oyat. Ro'za payg'ambarlik yilining 15-yili. Haj 19-yili. Juma 13-yili. Zakat 12-15-yil orasida. Hijob 12-15-yil orasida farz qilindi. Lekin insoniy muomala axloqi payg'ambarlikning 1-minutida farz qilingan edi. Masalan, ahdiga vafo qilish, o'zaro mehr shafqatli bo'lish, rostchil, samimiy bo'lish, ota-onalarga yaxshi muomala qilish, yetim, miskin va tul ayollarga ega bo'lish, qulluqqa qarshi turish, zulmga qarshi turish qatorliqlar payg'ambarlikning 1-minutlaridan boshlab farz qilingan edi. Undaqda islom qurilishining asosi tavhid, ondan qolsa insoniy axloqdir. Payg'ambarning degandek, men faqatla insoniy fazilat va axloqni kamolatga yetkazish uchun avatildim. Ahmad va Bayhaqi rivoyati. Haqiqatan Alloh kofirlarni xarizor qiluvchidir. Tavba surasi 2-oyat. Haqiqatan Alloh huzurida eng xor inson kofir insondir. Chunki kofir demak o'z fitrati, tabiatini tabiatsizlik bilan, aqliy vijdonini jaholat bilan ustini yopgan, shundaqla o'z-o'zidan uzoq bo'lgan inson demakdir. O'z bilan kelishmagan insondir. Uning aksicha bo'lgan mu'min degan o'z fitrati bilan yatlashmagan, tabiat bilan kelishib yashagan, o'z fitratini yo'qotmagan, o'zi bilan emas, koinot bilan kelishib yashagan, ularga sevgi muhabbat bilan qaragan insondir. Kainatda bir yakki yegona bo'lgan Allohdir. Alloh yakkidir, uningdan boshqasi hammasi cho'pdir. U mutlaqdir. Kainatning markazida inson yotmoqda. Allohning g'oyasi insondir. İnsonni inson qilmoqdir. Vahiyning maqsadi insondir.
Payg'ambarlarning g'oyasi insondir. Eng oxirgi vahiy Qur'onning g'oyasi ham insondir. Uning tangdishi yo'qdir. Uningga har shay muhtojdir. U hech narsaga muhtoj emasdir. Qur'onda nima uchun inak, hara, chumula, oy, kun, yulduz, chiqin, chaqmoq, kecha kunduz, ayol, oila surlari bor? Chunki koinotning gullanishi, davlat millatning hayoti shularga bog'liqdir. Davlatni Alloh qurmaydi, insonlar quradi. İnsanlar qurudu, lekin zulmlarning ostiga Allohni imzo atqizadi. Muaviya payg'ambarning to'nini 30 ming dirhamga sotib olib, ustiga kiygan va bizni bu o'ringa Alloh tanladi. Bizga qarshi chiqqan Allohga qarshi chiqqan bo'ladi degan edi. Har tangri davlati deb atalganlar tangri davlati emas, shaytonning davlatidir. Bu bo'lsa, insonlarni Alloh bilan oldiganlikdir. Uning uchun tangri davlati emas, inson davlatidir. Shundoq bo'lishi lozim. Shundoq bo'lganda tangri nomidan zulm qilinmaydi. Har bir insonning yuziga qarag'animizda inson degan o'lcham bilan qarash kerak. Irqiy, millati, diniy, jo'grafiylik o'rni bilan qarag'animizda o'lchamlarimizning tili uningga ko'ra aylanudida xatolikdan xoli bo'la olmaymiz. Bundaq sharoitda adolatdan so'z etish aslo mumkin emas. Mavjudiyat so'zning ustiga qurilgandir. Dal tavhid otasi Ibrohim so'zlar bilan sinalgandir. Bu so'z sinaqidan o'tgandan keyin imom bo'lgandir. Onun uchun o'lchamlarimiz insoniy bo'lsin. Insoniy demak Qur'oniy demakdir. Qur'oniy demak insoniy demakdir. Chunki Qur'on barliq insonlar uchundir. Alloh mubarda bir o'rin yoki millatning emas, olamlarning Rabbidir. Qur'on Alloh lafzi bilan boshlandi. An-Nas inson degan lafzi bilan tugaydi. Bu bo'lsa, men Allohdan insonga maktub, men Rabbul alamindan insonga xitob demakdir. Qur'on beshi ko'kda, oyga yerda bo'lgan bir ilohiy bayonotdir. Uning bosh tarfi Allohda, oyoq tarfi insonda tazavvur qiladi. Vahiyning beshi ma'noni, oyog'i bo'lsa lafzini ifoda qiladi. Shundaqla beshi bo'lsa kelish manbasini, oyog'i insondan iborat nishonini ko'rsatadi. Undaqda ay inson, sen Allohning g'oyasi, koinotning ko'z qarchig'i karamligi, sen Qur'on orqali o'z karomatingni saqlab qolgin. Chunki sening karomating ilohiy proje bo'lgan Allohning kalomidir. Duo va salom ila.